Xitayning madaniyat o'g'irligi. Xitayning Guyzhou o'lkasidagi Chenghe degan tog'liq noyisida bakmi hayvat bir haykal qad ko'tarib turdi. Bu haykal Guyzhoudagi Miao millatidan bo'lgan ayolning obrazini aks ettirgan bo'lib, dunyodagi eng cho'ng haykallarning biri bo'lib hisoblanadi. Miao millatining go'zallik ma'budisi Yin Asaning obrazi bo'lgan bu haykal Guinness dunyo rekordiga kirgizilgan bo'lib, dunyodagi eng cho'ng Miao millati haykali ekan. Bu haykalning umumiy egizligi 88 metr keladigan bo'lib, supsini hisoblamasimi Amerikadagi erkinlik ilohiy haykalidan zo'r. Bu haykalni yasashga 86 million Xitoy puli sarf qilingan. Bu haykalning kiyim-kechak, zibu-zinatlari va umumiy qiyofati Guyzhouda yashaydigan yerlik millat Miaolarning qiyofati bo'lsa-mu, dunyodagi kishilar uni Chinese, ya'ni Xitoy deb biladi. Miao millatimi o'zlarini Xitoy xalqi deb taniydi. Shunga bu haykalni Xitoyning haykali desa, Xitoyni yaxshi biladigan kishilardan boshqa ko'pincha odam bu haykalni va uningda ifodalangan madaniyatni Xitoyning deb taniydi. Bu misol bizga Xitoyning tarixdan buyon qanday qilib boshqalarning madaniyatini o'zining qilib olib kelgan madaniyat o'g'irligi an'anasini yo'rtib berdi. Eng ichinishli bo'lgani Xitoyning bundaq madaniyat o'g'irligi Uyg'urlarning beshiga kelgan irqiy qirg'inchilik bilan birga Sharq Turkistonda davom qilmoqda. Uyg'urning moddiy va ma'naviy madaniyati vayron qilinib, Uyg'urlar jismoniy jihatdan yo'q qilinayotgan bugungi kunda Xitoylarning Uyg'ur madaniyatiga och ko'zlarcha chang selayotganligiga ilojsizlarcha guvoh bo'lib turmoqdamiz. Azaldan madaniyatda Uyg'urlardan to'van bo'lib kelgan va Uyg'urning hamma nimasiga hasad va ochko'zlik bilan qaraydigan Xitoylar Uyg'urlarning madaniyat boyliqlarini o'zining qilib olish uchun tirishmoqda. Xitoy o'ziga singdirib olaydigan va o'zining qilib olg'ili bo'ladigan Uyg'ur madaniyat boyliqlarini o'g'irlab, qolganlarini vayron qilmoqda. Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlarning faqat oz bir qismini oshkor qila oladigan to'limi chekli qisqasin video ko'rinishlardan erlari lagerlarga solangan, ayollari qo'l qilingan Uyg'urning jannatdek zaminida tajovuzchi Xitoylarning Uyg'urcha nozu ne'matlardan huzur elib, Uyg'urcha musiqa qo'yib, Uyg'urcha usul o'ynab, Uyg'urcha hayotning lazzatini tetayotganligini ko'rgili bo'ladi. Uyg'urlar Xitoyning tamoqini yemaydi, kiyimini kiymaydi. Xitoyga o'xshab qilishdan qo'rqidi va nomus qiladi. Xitoy bo'lsa, Uyg'urning hamma nimasini o'zining qilib olg'isi keladi. Xitoyning madaniyat o'g'irligi garchi tarixdan buyon davom qilayotgan bir ish bo'lsa-mu, bugungi kunda Uyg'urlar o'zining jiniga ega bo'la olmayotgan holatda bo'lg'achqa, bir tarafdan Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy yana bir tarafdan egsiz qilayotgan Uyg'urning madaniyat boyliqlarini bulab talamoqda. Xitoyning eng nomussiz yeri Xitoy Uyg'urlarni yo'qotishdan iborat jinoyatini yoshirish uchun Uyg'urcha kiyingan Xitoylarni Uyg'ur qilib ko'rsatishga, buning bilan dunyoga Uyg'urlarni xunuklashtirib ko'rsatishga urinayotdi. Xitoy kelgusida xuddi Xitoydagi boshqa millatlarni kiyim-kechigi va madaniyati bor, ammo ro'yi Xitoy bo'lib ketgan holga tushirib qo'ygandek, Uyg'urlarnimi jismi bor, ro'yi yo'q, Xitoydan ko'p farqlanmaydigan holga keltirishni plan qilmoqda. Xitoy xuddi Uyg'urlar yaratgan matbuotchilik, qog'ozchilik, yipakchilik qatorliq kashfiyotlarni Xitoyning ijodiyati qilib dunyoga jakarlagandek, Uyg'urlarning boshqa moddiy va madaniy boyliqlarini o'zining qilib olishni o'ylaydi. Xitoyning Sharq Turkistondagi madaniyat o'g'irligi garchi nihoyatda keng doiralik bo'lsa-mu, yaqinqi vaqtlardan beri aks etgan faktlar asosida tövendikidek 4 cho'ng turga yig'inchoqlig'i bo'ladi. Uyg'ur yemak-ichmaklari. Uyg'ur yemak-ichmaklari Xitoyda bir xil yuqori turmush shakliga va qiziqishga aylanib qolmasdan, Uyg'ur vatanida yashaydigan Xitoylarning turmushiga singib kirgan. Sharq Turkistondagi xeyli bir qism Xitoylar allabrulla non yeydigan, uylarda lag'man polo etadigan bo'lib ketgan. 1999-yili Xinhua agentligining tanliq bir muxbiri Sharq Turkistonni ziyorat qilgandan keyin o'ziga eng ta'sir qilgan Uyg'urning ikki narsasini Xitoyga tunishtirib, Xitoyda zo'r ta'sir qo'zg'agan. Bu ikki narsaning biri mashrab, yana biri to'xu qo'rdiq edi.
2017 yıldan başlanğan keng ko'lamlik tutqun qilishlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning tamqini yemaslik, aroq ichmaslikmi Uyg'urlarni tutishning sababi bo'lgan. Halbuki Xitoylar Uyg'urlarning yemak-ichmaklarini o'zlari yepli qolmay, keng ko'lamda ishlab chiqarib, boshqa davlatlarda eksport qilmoqda. Sharq Turkistonning quruq, ho'l meva-chevillari hatto Amerika bozorlarida uchraydi. Uyg'ur kiyim-kechaklari Xitoyning Uyg'ur vatanida yoki chet ellarda bo'lsin, Uyg'urcha kiyim kiyganligini ko'rgan har qanday Uyg'ur g'azablanmay va yirganmay tura olmaydi. Xitoylarning Uyg'urcha kiyim kiyilishi Uyg'urcha kiyimga bo'lgan haqorat bo'lib, kiyimlarning Xitoylarga qanchalik darajada yarashmaganligidan bu go'zal madaniyatning faqat Uyg'urga xos bir alohidalik ekanligini texim yaxshi belgili bo'ladi. Halbuki Xitoylar dunyoning ko'zini bo'yab, jinoyatini yoshirish uchun Uyg'urcha kiyimlarni Uyg'urga qarshi ishlatmoqda. Uyg'ur musiqalari va san'ati. Musiqa yaratolmaydigan va san'atni o'chkiradigan millatlarning shafqatsiz va inson qalbidan chiqqan bo'ladiganligini tarixdan ko'rib olg'ili bo'ladi. Xitoyga o'xshash san'atni faqat hukmronlik uchun qo'llangandan boshqa musiqani yomon ko'radigan va cheklaydigan millatning bugungi kunda Uyg'ur musiqalariga havas qilib o'rganayotganligi ochiqdan ochiq madaniyat o'g'irligidir. Xitoy tarixdan buyon Uyg'ur va boshqa millatlarning musiqalari orqali o'zlarining bu jihatdagi bo'shliqlarini to'ldirib keldi. Yaqinqi vaqtlarda o'ttirg'i chiqayotgan ba'zi ko'rinishlar Xitoylarning Uyg'ur musiqasi chilish va Uyg'urcha usul o'ynash qizg'inligining har qanday bir vaqtdan ustun bo'layotganligini ko'rsatmoqda. Uyg'ur tibobati. Xitoy Uyg'ur vatanidagi bostirishni tarixdagi eng yuqori chekka yetkazgan o'tgan 5 yil ichida zo'r sondagi Uyg'ur tibobat xodimlarini lagerlarga so'ligan. Shuningga qaramay, Uyg'ur tibobat dorilari har qanday chog'dagidan ko'p ishlab chiqarilib, Xitoy ichidala emas, hatto xalqaro bozorlarga ko'plab kirgan. Uyg'ur tibobati Uyg'ur madaniyatining eng faxrlik va qimmatli qismidan biri bo'lib qolmasdan, yana Xitoy eng oson o'g'irlaydigan ham egilib olishni orzu qiladigan qismidan biridir. Xitoy shirkatlari 2000-yillardan burunli tadqiqot bahanasi bilan Xitoychaga tarjim qilingan Uyg'ur tibobat dorilarning necha yuzlagan maxfiy retseptlarini o'g'irlab patent huquqiga erishib olgan. Bugungi kunda chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar bir tarafdan Xitoyning irqiy qirg'inchiligini dunyoga pash qilsa, yana bir tarafdan o'z kimligini saqlab qolish uchun har sohalarda tirishmoqda. Uyg'urlar o'z madaniyatini saqlab qolish bilan birga Xitoyning madaniyat o'g'irligini pash qilib, o'z madaniyatiga ega bo'lishi va ziyonni eng tuvan chekka tushirishga tirishishi kerak.